YouTube'ga video qachon va soat nechida joylanganini aniq bilish mumkinmi? Bilamizki, YouTube faqat sanani ko'rsatadi, lekin aniq vaqtini ko'rsatmaydi. Agar siz aynan shu videoni qaysi vaqtda yuklanganini bilmoqchi bo'lsangiz, videoni ko'rishda davom eting. Misol uchun mana shunga o'xshatgan video yaratmoqchisiz, ko'p ko'rilishini xohlaysiz, nima qilish kerak? Buni oddiy usuli bor. Kiramiz videoni o'ziga. Kirganimizdan keyin ссылкасini skachat qilib olamiz, ya'ni kopировать qilib olamiz. Skachat qilib olganimizdan keyin mana shu saytga kiramiz. Ссылкamizni mana shu yerga qo'yishimiz kerak. Qo'ygandan keyin Go'ni bosamiz. Go'ni bosganimizdan keyin mana shu kelib chiqadi bizada. Buni keyin convert to local time qilsak, bizada mana shu narsa chiqadi. Bu yoqqa chiqqandan keyin biz mana bu yerga Toshkent, O'zbekiston deb yozsak, qaysi vaqtda qo'yilganini ko'rsatadi mana. Bizada O'zbekiston soati bo'yicha 22:00 da boyagi video, mana shu video qo'yilgan ekan. Mana. Ссылкасы описание tagida bo'ladi. Bizni kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bizda hech kimda yo'q zo'r fishkalar, YouTube bo'yicha, sovg'a qilish bo'yicha ma'lumotlar bor. Telegram kanalimiz описание tagida yozilgan bo'ladi. Bu Telegram kanalda har xil fishkalar o'rgatiladi. Mana bir o'zingiz kirib o'qib chiqsangiz, yangi ma'lumotlar, YouTube'da nima bo'lyapti, hamma narsa, hamma sovg'a qiladigan narsalar bor. Telegram poiskiga Monitron.uz deb yozsanglar chiqadi. Monitron